deyilyapti. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytamiz buni akalar. Eng og'ir vazn necha kilo bo'ladi aka buni? 45 kilo bo'ladi. O'tgan safar ham chiqaryapmiz 3 oylarda. Akalar 45 kilo bo'ladi. Xo'p, hammasi 100% sog'lom. Vaksinalari qilingan, hammasi bo'lgan. Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kunlar. Azizlarim, Xudo xolasa bugunlik kundagi videolarimizni boshladik. O'zgacha video bo'ladi Xudo xolasa. Akalar, bizning kanalimiz chorva yo'nalishi, lekin obunachilarimiz ichida shunaqa induk boqadigan akalarimiz bor ekan. Shu induklarim bor, dehqonchilik 85 dona emas. 85 dona indugim bor. Shuni bir obunachilarga ilindik, shuni sotaylik deganlik uchun. Xo'p deb qilib berdim akalar. Qilib bermoqchiman Xudo xolasa videolarni. YouTube kanalimga chiroyli qilib joylab beraman akalar. Kimgadir manfaatli-da, kimgadir kerak shu narsa. Shuning uchun akamizga dehqonchilik ekan, zo'r qilib, chiroyli qilib yoritib beraman. Men hozir Farg'ona viloyati Quva tuman markazidaman. Ya'ni Quvani prokuraturasini ro'parasidagi ko'chadan bir 5-600 metr kirgandan keyin shu akamizning xonadoni ekan. Akamizdan sotiladigan Big 6 aka. Big 6 Kanada induklari bor ekan. Soni 85 dona. Shularni sizlarga ilindik. To'liq chiroyli yoritib beraman akalar. Bu haqida ma'lumotlar internetda nihoyatda ko'p. Oldindan buni kuzatib, ko'rib, bundan foydalanganlar ham nihoyatda ko'p. Xo'p, ma'lumotlarni biz ham sekin-sekin aytib boraveramiz akalar. Birinchi ko'ryapti turganlarga ma'lumot beramiz. Oldingi ko'rganlar, oldingi ko'rib kuzatib boryapti turganlar bo'lsa internetdan, ular o'zlari yaxshi biladi. Biz sekin ma'lumotlarni berib boraveramiz. Akalar, bu Big 6 induklari deyilar ekan, go'sht yo'nalishida aka. Go'sht yo'nalishida deyiladi akalar. Xo'p, soni 85 dona. Kanada urug'i deyiladimi? Kanadadan keladi. Tuxumi Toshkentda inkubatori ochiladi. Tuxumi Kanadadan kelinar ekan, inkubatori Toshkentda ochiladi. Toshkentda. Xo'p, hozirgi vaznlari necha kilo aka? Bular necha oylik? 3-4 5 oyligi bor, qolgani 4 oylik aka. 4 oylik, ha? Sekin yurgizsak. Qani. Akalar, bularni yana ma'lumot uchun aytamiz. Hozirgi vazn necha kilo aka? Eng pasti 10 kilo. Eng pasti 10 kilo. Xo'p. Yuqorisi 15-16 kilo. Yuqorisi 15-16 kilo. Asosiysi bu parhez taomlar va go'sht yo'nalishi bo'yicha. Akalar, holatini ko'rib turibsizlar. Kilosi 10 kilo. 10 kilo deyilyapti. 15 kilo, 16 kilo yuqorisi. Yuqorisi 15 kilo, 16 kilo deyilyapti. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytamiz buni akalar. Eng og'ir vazn necha kilo bo'ladi aka buni? 45 kilo bo'ladi. O'tgan safar ham chiqaryapmiz 3 oylarda. Akalar, 45 kilo bo'ladi. Xo'p, bu yerda 3 oy oldin akamiz meni chaqirgandi. Nechta dona chiqaruvdik shunda aka? 120 ta. 120 ta chiqaruvdik. Nihoyatda buni ishqibozi, muxlisi ko'p ekan Javlon deydi. O'zi ham akam ham qo'ng'iroq qildi. Talomon bo'lib sotilib ketdi dedingiz aka. 3 kun ichida tugab ketdi. 3 kun ichida 180 dona tugab ketibdi. Buni ishqibozi nihoyatda ko'p ekan akalar. Xo'p, buni ma'lumotini aytadigan bo'lsak, yoshini katta qilib qo'ydingiz-a? 4 oylik, 5 oylik, 9 oy baqiladi bular. Bu 9 oylik baqilar ekan. Bu 4 oylik, 5 oylik degani hali o'lim holatidan chiqib bo'lgan, 100% chiqib bo'lgan. Sekin yurgizsa aka shu tomonga. Qani? Akalar, asosiy go'sht yo'nalishi. Keyin bitta narsani akamiz bilan hozir video oldidan gaplashib o'tdik. Topganingizni yeydi. Ovqat tanlamaydi aka? Yo'q, ovqat tanlamaydi. Umuman ovqat tanlamaydi. Qani, sekin yurgizavering. Big 6 Kanada urug'i deyiladi. Qani? Yo'nalish, go'sht yo'nalishi akalar. Go'sht yo'nalishi. Sekin yurgizamiz aka. Toza yemlardan yeyapti, Makka bug'doy yeyapti hozir. Hozir nima yeyapti aka? Makka bug'doy yeyapti, go'sht shirin bo'ladi. Hani o'zini yemidan ko'ra, 1-1,5 o'zini yemidan yedi yoshligida. Bundan keyin mana 3 oydan beri Makka bug'doy. 3 oydan beri Makka bug'doy. Xo'p, akalar, ko'z oldingizga qanaqa narsa kelyapti? Bunday o'zlaringiz tasavvur qilinglar.
10 kilolik induk. Eng pasti 10 kilo. Eng pasti 10 kilo. Eng kattasi 15-16 kilo. 15-16 kilo. Endi akalar, xuddi shu yo'nalishda yana 5 oy baqasizlar, 9 oylikgacha baqilar ekan, 45 kilo vazn yig'adi. To'g'rimi aka? Aha. Xo'rozlar 45 kilo, makiyonlar 30 kilo bo'ladi. Ha, bo'ldi. Makiyonlari 30 kilo, xo'rozlari 45 kilo. Sog'lom, hammasi. Hammasi 100% Sog'lom, sog'lom. vaksinalari qilingan, hammasi bo'lgan. Emlamalar 100% bo'lgan. bo'lgan. Olib boradi baqadi. Olib boradi baqadi. Keyin video oldin akam bilan gaplashib o'tdik. Aka dedim, bu nimalar yeydi desam, hamma narsa yeydi deyapsiz aka. Hamma yeyveradi. Nima bersangiz yeyveradi. Hali gapam Hammoy nima bo'lsa ham somonga terit qilib bersang yeydi. juda yeydi. Voy, Mollarga yutib qo'yganimiz yeb tashlaydi. voy akalar, eshityapsizlarmi? Somonga terit qilib qo'ysa yeydi ekan, Mashalloh. Nimani bo'lsa yeydi ekan. Endi buni ko'pincha hozir parhez taomlari, oshxonalari bor-ku. Shular ko'pchilik qiziqib sotib olyapti ekan. Endi yurgizaylik aka. Qani yuringlarchi. Bitta zo'r narsa meni fikrim kelib qoldi-da. Ash bitta oshxonasi bor odam shuni bir joyga olsa, oshxonasidan aka kuniga 10 paqir, 20 paqir qolgan ovqatlar, po'choq, To'yxonasi borlar ham. to'yxonasi borlar, chiqadi-yu. Shu oshxonangizdan topganingiz chiqadi-yu, shuni oldiga tashlab beraverasiz, yeyaverar ekan aka. Tekinga katta bo'lib qoladi aka. Tekinga katta bo'lib qoladi. 5 oy baqsangiz 45 kilolik, 30 kilolik vaznlik tayyor parhez taomli induk go'shti bo'lib qoladi akalar. Qani to'liq ma'lumot akalar. Ko'ngillaring to'layaptimi ma'lumotga? Endi yana bitta narsa akalar. Bu sotiladi, soni 85 dona. Qay tartibda sotiladi desangiz, o'tgan safargilar kichkina jo'jalarida. Ha, jo'ja edi ular. Ular kichkina jo'jalar edi. Shuning uchun ularda akalar shu dona bayiga sotiladigan. Ha, bu safar endi kiloga. Endi bu safar kiloga sotamiz deyapti. Akalar, el qatori sotaman, eldan oshib ketibman, arzon qilib beraman deyapti akamiz. Qani. Bu bozorlarda necha pul bo'lyapti aka shu kilo? Bozorlarda trivesi 50 ming sotilyapti aka. Trivesi 50 ming sotiladi. 85% go'sht qiladi. Ha. 15% atxotiga chiqib ketadi. Aha. Misol 20 kilolik g'uli bo'lsa, 17 kilo toza go'sht chiqaradi. Ha, tushunarli. 17 kilo toza go'sht chiqaradi. Yaxshi ma'lumot. Bozorlarda 50 mingdan sotishyapti. 50 mingdan sotilyapti. Siz necha puldan Men berasiz? 40 ming so'mdan beraveraman kilosiga. Taroziga 40 ming so'm qo'yib Taroziga qo'yib beraman. Taroziga 40 ming so'm qo'yib beraman. Haligi olib foydalanadiganlar ham foydalanadi. Kelaversin. Shu parranda bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa ham kelaversin. O'tgan safar ham 2-3tasi kelib parranda bilan shug'ullanadigan tirikchilik anaqasida olib ketishdi. Tirikchilik ishqida. Tirikchilik ishida olib ketdi-da. Lekin tavsiya qilaman akalar, zo'r narsalar ekan. 45 kilo bo'ladigan bo'lsa, qo'ydi vaznini beraverar ekan-da. Xudo xolasa inshaalloh. Mana Yangi yilgacha boqsa, yaxshi daromad qilishadi. Zo'r daromad qiladi xudo xolasa. Mana akalar. Tavsiya qilamiz akalar. Yilda boqaman men, 5 yil, 6 yillik tajriba bor. Tushunmagan joylarga tushuntirib, yemlarini anaqa beraveramiz aka. Tushuntirib. Hali aloqada bo'lib tursa, Aloqada bo'lamiz 24 soat. O'tgan safar ham telefon qilishdi, rosa maslahat so'rashdi, rosa rahmat aytishdi. Olganlar. Xo'p, xudo xolasa to'liq yoritdik akalar. Pastda akam raqamini qoldiryapman. Demak, bu safar o'tgan safar Donabay kichkina jo'jalar edi. Donabay sotilgan bo'lsa, bu safar katta qilib qo'ydim. Endi buni taroziga qo'yib beraman. Taroziga 40 ming so'm. Aka, uncha o'tib bering. Tushib beramiz, kelishib, telefon qilishaversin aka. Akalar qo'ng'iroq qilaverasizlar, tushib kelishtirib beriladi. Xayri bor ekan, hamma narsani. Hamma narsani xayri bor ekan, xudo xolasa. Tushib berasiz? Tushib beraman. Bu tirikchilik ilinjida qilinsa ham tushib berilaveradi. Kelinaveradi, xudo xolasa. 85 dona qo'ng'iroq qilaverasizlar, taroziga 40 ming so'mdan xayri kam bilan o'tib beramiz. Tirikchilikka bo'lsa beraveramiz inshaalloh. To'liq yoritdik bo'lmasa ma'lumotlarni beradi. Bo'laveradi akalar. Kam ko'rsin telefonda. Telefonni ham tushuntiraverasiz-da. Gap yo'q. Mana akalar. Fonga ishlab olaymi sheyni, qani. Qani. Ay jonivorlar. Juda beg'ubor narsa ular ekan-a. O'ta. Haqiqiy go'sht yo'nalishi akalar.
Rahmat. Cho'qimaydi. Cho'qimaydi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mana ichida yuribmiz, bir sho'xlik qilib, jinnilik qilmayapti lekin odam quvib, a? Bunaqa odati yo'q. Bunaqa Bular odati yo'q. beg'am. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. 10 daqiqalik video qilibmiz akalar. Pastda akamiz raqamini qoldirayotgan, telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling.